Assalomu alaykum qarindoshlar. Mana telefon kirib qolib, bizning ichki ishlar Dilyaning telefon kirib qolib, uzilib ketdi telefonim. Men kulmay desam, kulgim ketib bordi, xafamaysilar bolalar. Bola deb qo'y, qarindoshlar. Agar sizlar kirgan bo'lsanglar, men kirdim deb aytinglar. Kirdinglarmi? Ha. Gapim uzilib ketdi, qaranglar, men sizga bir narsanday. Facebook'ni chiqma, o 20 kun oldida men Facebook'da bir saxta akkauntimda bir yozma chiqqan. Masalan, o'qib beray yozmani beshida, anglanglar. Bir atalmış 10 qanat davolgan tashkilotning beshi Xitoy konsuliga kirsa, buni nima deymiz? Kim buningga ishinadi? Oldirab bu videoni chiqarib bo'lib, nemishqa uzun o'tmay o'chiruydi. Anglasam Xitoy konsuliga berib tikanmish. Xitoy konsuliga xotirjam kirib chiqadigan atalmış davol cho'lponlar xili bor ekan-a. Tumaris olmasdan Xitoy konsuliga nima uchun kirganini bizlarga sir. Videoga chiqishning sababi mundaq Tumaris konsuldan chiqayotgan davo bilan aloqasi yo'q bir Uyg'ur ayol ko'rib qolgan ekan. Shuni hopla videoga chiqib orqadan ishning chataqligini his qilib yutibdi deydi. Mana ko'rdinglarmi, saxta akkaunt yozgan narsani, mavu sürgün hukumatning tashqi ishlar ministri nima bugun bu soliq paylaşib ustiga bir maqoltamsa yozib qo'yibdi. Endi men o'chirvatdim-mu videoni o'chamadimmi ko'rib beqinglar. Instagramimga yo'lishiniga kirsam meniki chiqadi. Men bu narsamni Instagramga chiqargan. Georgetown University'nin qishilki Xitoy konsuli kelgan deysizki. Mananda men o'chamidim, isbotini ko'rdinglar. Georgetown University'dagi dedim. Georgetown University'si Xitoy konsuli emas, Xitoy embassy emas, consulate. Ish bajaradigan o'rni, Men aniq davolayli, men atgan yilqi Xitoy konsuli emas, balki Xitoyning ish bajaradigan o'rni. Endi nima uchun yerga kirib qoldim deganning sababi nima hozirda ya? Mening xizmat o'rnimga nurg'unlar qiziqdi ekan. Men mana Amerikaniki hozir bir hükümet hizmetinde işleyme, hükümet projektida hesapda. O hükümet projektida top secret clearance aldı. O top secret clearance degan gap eng yuqori bexatarlik o'rinda ishlaydigan odamlar oldigan tekshirish o'lchimi hesapda. Aslında o'tishim kerak. Onunda mening bütün urug' avlodimdan tortib bütün hamma narsam tekshirildi. Men uni to'ldirgandan keyin 11-oyning 3-kuni meni investigator kelib mendan savol so'raydiganga, men intervyu qildiganga o'rlashtirdi. 11-oyning 3-i o'tgan yil 2023-yil. Shuning bilan men buni chunki menga hozir reference bergan bir necha do'stlarim bo'lgandan keyin meni intervyuga o'rlashtiribdi desam, orasida mening bir do'stim bor, hisob savodishim ham hozir Amerikaning bek muhim o'rinda ishlaydi, ham uni Amerikada eng yuqori darajali top secret clearance va u ma'munda dedi. Qurban hesapda. Qurbaniga savolishim, Tumaris, sen dual citizen bo'lmasliging kerak, shuning uchun sen Xitoy pasportini jo'sha qildirishing kerak. Uning uchun cho'qim ish bajarish o'rniga bag'in o'tgan o'zing tashatqa yerga basang bo'lmaydi. Shay berib, uni jo'sha qilish uchun kesib degankin ha ma'quldab 11-oyning 2-kuni men shu yerga berib, shu pasportimni kestirib atgan bag'im. Endi mening ishlayotgan o'rnim nimanglar bildinglar, men hukumatninki hava armiyasining bir projekti ishlayman, Amerika hukumatining, men endi xo'p kelsin. Meniki ishlaydigan yerim qiziqadiganlar bekchi ekan, uningdan cho'qim top secret clearance o'tish kerak. Bu Amerikada hisobda eng yuqori top secret clearance, Paulidan qasılam. Endi men o'shaga borganda, Xitoyning ish bajarish o'rniga borganda, mushu ishning chiqadiganini bilgashgan, lekin men o'ylamabdi ekanman, soliqniki bu ishni ilib chiqib, ishlarni o'tirsa bunday darajada qo'ydigan. Soliqni ikkinchi qatam ishtaq qilishi deyman. 5-ni oldi bir ashta qilgan. Şununla ben Xitoy konsuliga kirganda ham chiqqanda, Xitoy konsuliga bilan konsul demek ish bajarish o'rnidagilar bilan paranglashganda, men boshdan oxiri buni video qilib qo'ygan. Ko'rdinglarmi? Mana u qarsanglar November 2-da 2023-yili ta'til chiqdi ekan, bo'z keyinlikimda o'rib qarasanglar bo'ldi. Mushundagi ma videomni ko'rdinglarmi? Ma chechimba videoni, chechim oldi chiqib turgan videoni, mushundagi videom hisobda men sizga hozir qo'yib berman, shuni. Mana mushu videomni hozir sizlarga qo'yib berman. Qaranglar, bu boshdan oxiri jim turdi. Azroq bir yerga kelgan, ya'ni masalaga ichib beray. Mush videomda boshdan oxiri ashlar bilan paranglashgan ovozim bor. Endi pek uzoq saqlab ketmişsin deb meni mindaroq qilay desam, menga kerak keldim, Ya'ni ovoz chiqmaydi, chunki bular oraliqda mening pasportimni akir ketgan. Akir ketib qaranglar, mana Allah'la çıkıdı. Müşta bu musun dep men şu nesne ağan. Şu videonu. And we got information we cannot just cancel your Pakistani passport. Why? They do not tell us the reason. Okay, we cannot cancel it. And may
May I know the reason? Huh? May I know the reason you don't Hatta men Xitoy ish bajarish o'rnidimi? some notice? Xitoy ish bajarish o'rnidimi Xitoycha gapirdim. Diqqat qildinglarmiki? Xitoy aksentni ko'rsa hozirgi sizda. Cannot cancel my We passport? do not have anything about it. So you can give me the notice about they cannot cancel their passport? Because I don't have any kind of information in China. And at the same time, I I know don't know because this is not the place department, so we don't know you have information or not in China. So we don't know this information, so we cannot cancel it. So if you don't give me the notice, how can I prove? You said you cannot cancel my passport. I told you we cannot cancel. We do not have this service. Anladinglarmi? Sen nima uchun mening pasportimni jo'sha qilib qo'ymaysan desam, bizda bunday servis yo'q dedi. Bular orliqda bo'ldi, biz sizniki jo'sha qilib beraylik deb akir ketgan odam, undan keyin chiqqandan keyin chiroyi o'zgarib ketib, biz sizniki jo'sha qilib bermaymiz dedi. Shuning bilan undan keyin men chiqib, undan keyin kirishdan burunmi hatto eshikni oldidagi nimalarga uni men shu live videomga chaplab qo'ymay, boshni rasmdan tatib hammani chaplab qo'ymay ko'rsizlar. Men boshdan oxir buni video qilib mangan, buning javobi tugidi. Endi mavu yozmadi bunda debdi. Tumaris buni uchirvatga uzoq qolmay debdi. Men ko'rsatib qo'yay sizlarga, uchirvatmikin. Instagramda hozirgacha turdi. Chunki men live video qilgan emasmi? Buni live video qilgandan keyin 24 soatga o'tib ketamda uxmayman, qaranglar. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun men bu Georgetown University'ning qishilki Xitoy konsuli. Ko'rdinglarmi? Georgetown University'da Xitoy konsuli emas, embassy emas, consulate, ish bajarish o'rni. Men tashlatgan Xitoy konsuli emas. Men shu videorim to'xtagandan keyin isbotdan hammasini yeniga chaplab qo'yman. Men Xitoy ish bajarish o'rniga men o'zimning pasportini, men dual citizen emas, men Xitoyning nemisi emas, citizen emas, meninkini jo'sha qo'ytinglar, kesib yetinglar deb bag'am, men boshdan oxir buni video qilib mangan. Men bir uchrab qolib, menga qilganim emas. Men chiqqandan keyin haqiqatan nima uchun video qildim desanglar, chunki bular pasportimni kesib etmagandan keyin mening kirganligim isbotini Amerika hukumati ko'rish kerak. Chunki men investigatedan o'tishim kerak. Degandek 11-oyning 3-kuni men buni ashtaga topshirib berdim. Amerika hukumati men investigate qilgan yerga mana deb ko'rsatib anglatdim, hammani anglatdim. Mushtaq men jo'sha qilman desam, kasturitaman desam, bular kasturgil unidi, mushtaq bo'ldi desam, nima uchun unda qildi tumaris degandan keyin men qo'pib o'zimning ahvolini ularga deb berdim, mushtaq. Men bu uydagilardan ko'rishimga 5 yil bo'ldi. Mushtaq vatanning mustaqilligi uchun men boshdan oxir kurash qilayotgan bir ayol bo'lganligim uchun mushtaq bo'ldi. Sen keyin investigate qilish jarayonida sen bilasan mening oqib ko'rinishimni, shuning uchun bular bunday qilib bermaydi, men ta'til qilish uchun qildi, lekin men boshdan oxir bu videoni olmadim dedim. Endi masala kelganda qarindoshlar, mala mening bu videoga olganimni biladi, chunki dastlabda bu narsani chiqqan vaqtida orasida shu sağlıqlarning odamlarning orasiga kelib chiqqaqdi. Men bu videorim bağlığını bir qarindoshimiz orqali avatib degan. Men bu video ba, shuning uchun keliki men udulmud uchrashqaqdi, men buni ko'rsatdim. Hozircha o'pkisini besib tursa, men boshda oxiri sinalg'u qilgan desam, unimay bular bugun mush narsani sog'liq chiqiribdi. Nima uchunligini men uqmadim, chunki Xitoy ish bajarish o'rnida aniq qilib buning ichida video tasib bo'lmaydi degan gap bor. Bular biladi, bilmaydi emas uning ichida. Mening mush videoni majburiy chiqarg'izib, meni Xitoy ish berish o'rniga arz qilmoqchi men uqmayman. Men shuni ichib bo'lganki Xitoy meni arz qilamdi, men uqmayman. Shuning ichida bizning ruxsatimizsiz bu videoni tasdiqlab balki meni arz qilishi mumkin. Men shu riskni olib turib bugungilikda men videoni ochdim. Bular biladi, shuning ichida har qanday bir ish berish o'rnida video az bo'lmaydigini bilib, bunday video az bo'lmaydiganligini bilib turib majburiy chiqardim, men uqmayman, chunki men gap yetkazgan. Bu gapni olib kelgan qarindoshlarimizning orasida Abdushukur Samsaq apandimga masalan yetkazgan bu gapni, chunki bu gapni beshida tilga odam mamtimin alopadim tilga elib tikan to'qmishlar tumarishim kiribtika mush to'g'ri tushuncha beramsa degan vaqtida men shu Abdushukur Samsaq apandim orqali jur'at o'bul orqali men gap yetkazgandim. Bu gapni yetkazib bo'lsak biz isbot bor desakmi yana mushlar gapni chiqiribdi. Endi qarindoshlar, endi bir tashkilotning beshi bo'lgan odam, bir surgun hukumatning tashqi ishlar ministri bo'lgan odam mushundaq shakldagi odam qaraydigan narsani chiqas to'g'ri bo'lamdi. Buning sababini men uqmadim, nima uchun bunday bo'lganini. Buning sababini menga deyish kerak. Bundaq shaklda bu to'g'ri emas bu. 26-savnosiga bizning 60 tashkilotning yig'inini shu surgun hukumat chaqirdi, hammamiz javob qaytirib shu yig'inga qatnashimiz deyotgan mushtaq mazgilda 10 qanotning bir munbir qo'zg'ildi, qurildi degan mushtaq mazgilda mushtaq narsani chiqishi to'g'rimi xatami? Men tushunamadim. Men shunda ig'irlik qildim shu bir oydan yaqi. Nurg'un gaplar bo'ldi, mushta sog'liq bilan ko'rishmabdi, anda xo'pdi, bunda xo'pdi. Eng oxir bir kun bo'lgan vaqtida cancel qilibdi deb. Uningmi oxiri chiqdi inshaalloh. Endi
nima desam bo'lar, xato tushunishmi? Biz bir yerda turmiz. Mening uyimdan, burungi koni uyimdan 4 minutlik chiroqliqda mashinada. Mening qizim bilan Soliqning singlisi bir maktabda o'qigan, bir sinfda o'qigan. Biz bir-birimizning men Soliqni uyiga berib, hatto bizni mehmonlar chaqirgan vaqtida berib yetlarda borgan, Ramazonlarda borgan. Bir-birimizla tanishimiz, telefonimiz bor. Men telefon qilsam deydilar. Men telefon qilsam olmadi. Ya gap qilsam qaytarmaydi. Endi bu Facebookni ichib bir shaharda yashayotsak, bir shtatda, orlig'imiz 4 minutlik yerda yashayotgan bir insonlar telefon qilib tumarishimdan narsa keldi, menga deb samimiylik bilan so'rasa, men avat berma emasmi? Nima hojati bor Soliq bunday qilishningki? 26-sa yig'in ichildi davasi nima hojati bor bunday qilishingizningki? Siz 5 yilning oldida mashta qilgan Soliq bir qatim. Men shu vaqtda men nurg'un javoblarni berib chiqib ketgan, bu qatim men chiroyli javobini berdim. 26-sam shu 10 qanotli tashkilotlarning ishiga ta'sir etmasin deb men shunda ig'irlik qilsam, o'tgani bir 12 minutlik bir videoni ichibsiz. Men shu xonim qizlarni qo'g'dash to'g'riliq nima so'z ochdim. Onda 35 mingdan ortiq odam ko'rib, 400 yaqin odam support qildi, nurg'un odamlar men bilan aloqalashdi. Ashta ahvolda yana ichib tashkilotlarga ishlamanglar, bir narsalarni bermanglar deb. Ashni videoni ichibsiz, men sukut turdim, uni ortiq gap so'z qilmadim. Endi o'g'ani mushundaq bir iftironi itib menga achqib, gaqsingiz to'g'ri bo'lamda Soliq. Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi sizlar 62 tashkilotninki imzosini yiqqaqdinglar, qaysi qadar biz jidalni setib oldik boshqalardan sizlarni ashni aramxo'da ishini qilvasin deb. Her qıtım sizlarga hücum kelgan vaqtlarda biz qandaq qalqan boldik sizlarga? Ha? Qaysi qadar qo'g'didik? O'ylab yiqing, siz har bir qıtım men telefon qilganingizda tumaris namoyish qilganda siz men bir yig'iz gap qilmay ma'qul deb borman. Mening ismimni e'lon qilmasingizmi turman, menga gap qilish navbatini bermasingizmi turman. Mush mishada turman, mush balni qo'llay qilayotgan to'g'riganki qo'llay desam, endi bugun kunlikda kelgan vaqtda mushtaqishni qilsangiz bo'lamda Soliq? Ha? Meningmi nurg'un savollarim bor, chiqib so'rasam men Facebookda so'ray olayman. Mush bir erkakning qiliqimi Soliq dema? Mush bir tashkilotning beshining qilgan qilqimi Soliq? Gap qilmasam shunda haddingizni oshsamsiz, nima uchun men bunday hujum qilasiz? Bu shaklda men qarchaplaysiz, ha? Men deysan nurg'un gaplar bor, men turgan olmasam narsa bo'lganligim uchun nurg'un odamlar meni qo'llaganlik uchun hasad bilan qilayotamsiz. Yoki gumoningiz bo'lsa, samimiyligingiz bo'lsa, nima ish qilib meni nima ish qilib o'zingizning namoyishlarga chaqiriq qilsiz? Birli bir ish qilaylik deysiz, menga to'xtamay telefon qilib hukumatning ichiga, mening tashkilotimning ichiga kirib ish qiling deysiz. Agar gumoningiz bo'lsa, men qachon Sharq Turkiston yoshlar qurultiyining ichiga kirib bosh oldim, sizning muomalangiz menga o'zgardi. Endi qo'lim yetmagan olma ochiq deb mushunda qilamsiz. Bu qarang, bizning oilamizning hozir qadar Xitoyning ziyonkashlik qancha kuchratdi. Men ota-onamning ko'magida 5 yil bo'ldi. Sizning ota-onangiz Sharq Turkistonning ichida bo'lganmi, siz chiqamdingiz, ma gapni deyishayli. Men ortiq gapni qilmayman. Men ota-onamni esib qo'yib turib, ash nima qildim, hayot bo'lsin, nada tursin, nima qilsin Sharq Turkistonning ichida mening ota-onam. Men Sharq Turkiston yoshlar qurultiyiga qanday badal to'lab chiqdim bilamsiz? Ha? Mana aman turibdi, miyada mening bir nar hadam turibdi gollan deydiki, ota-onamni avatman desa, ota-onamga men uchur yetkazib, agar sizlar mishak kildigan bo'lsanglar, men sizlarga tinib ketman degan ayolman. Tushunamsiz? Ha? Siz nima qilayotgan davoyingiz? Siz nima badal to'ladingiz? Men to'lagan badalni siz to'lab baqdingizmi? Bizning butun bir jamoatimiz to'lagan badalni sana oilanglar to'lab baqdimi? Siz bundan keyin men chaqchaq qilmang. Men 26-sayda faoliyatga yana boramiz biz seni o'rlashtirgan ishchilarga chiroyli ochimiz yig'inni men shaxsiy ishlab tugatib. Ammo bundan keyin chaqchaq qilmang Soliq menga. Anladingizmi? Men yana borman namoyishingiz chaqasingiz, yana qilsangiz ishingizni qilmang. Men bu qitimliq ish bilan yana sizni unda qo'llamaydigan ishni qilmayman. Hukumatni qo'llamaydigan ishni qilmayman. Tushundingizmi? Men mushundaq o'zim shaxsiy narsa qari yutib ish qila oladigan ayol. Chunki men ota-onamni tashlab qo'yib turib, hayotini o'tnochi tashlab qo'yib chiqqan ayolman. Har qanday shaxsiyatimni yengolmayman. Siz yengolamsiz shaxsiyatingizni. Sizning bizning oilamizga menga til tekkizgan hech qanday yo'lingiz yo'q. Sizning odamlaringizdan shu. O'shingizni jig'ilib yuring. Ota-onangizga deb qo'ying, o'shini jig'lab yursin. Men bu hujum avtonomiyachilarning Xitoyning odamidan keldi desam, o'ylamagan yerdan sizdan kelyapti-da men hujum menga. Ha? Men nomus qilmaydi ekansizlar, hey. Chidamayaptimiz 35 ming odam meni qo'llab chiqsa, nima uchun bunday qilsiz? Saxta akkauntda yizib etdinglar ya, meni bir narsadan deb, ha? Qani isbotinglar, chiqiringlar isbotinglar bo'lsa.
Men dedim-ku, ispatinglar yo'q, meni qarlasanglar, men isbatni chiqarib bermas, taqtayni aldım bo'lib qolsa atogin deb. Mening qo'limda isbot bor devasammi, yana ash videoni chiqaribsiz, ash narsani yozmani aylantiribsiz ashada. Bir tashkilotning besh, ay xastan qilatamsa ya o'ng qanotning shakllanishini yo'l qo'ymay xastan qilatamsa, nima ish qilyapsizlar bu ishni? Ha? Xudoyim, mundaq insonlar bo'lgan, majburlamsa bizni shunda chiqib qilganға. Men mening bilan butun narsamni chaplab qo'yman xaloyiq. Ko'ringlar, men ingliz so'zlab ashu nimadim mau gardimni qandaq o'tdim ashu Xitoy ish bajarish o'rnidan. Chiqqan vaqtimda rahmat taqib qandaq chiqib ketdim, ichida qandaq video oldim, hamma narsa turibdi. Kim ko'rib qolib ash chiqqan, meni ko'rib qolgan Uyg'ur ayolni achqibding, ha? Qaysi Uyg'ur ayol isbotlangan yo'q gapni qilmanglar. Men mushta ish bo'lmasin deb boshdan oxiri meni ashta sudga arz qismi mayli men recording qilay deb mangdim. Ha? Mushta tupayda men xizmatimdan ayrilishim mumkin. Bilamsiz shuni? Ha? Mushta tupayda Xitoy ish bajarish o'rni meni arz qilishi mumkin. Sizlar bilib turib qoldinglar sizlar. Ha? Ammo mayli, mening davodagi pokizligim har qanday narsadan muhim. Tushundingizmi? Men hozircha hamma narsa diqqat qilib kelgan ayolman. Sizlar ashta pokiz menga olamsizlar, menga o'xshash. Ota-onangiz Sharq Turkiston ichida bo'lgan bo'lsa, siz chiqamdingiz davoga. Men bunda gumonliq yaqib baqay sizga. Chiqalamdingiz? Men opam dadamning ovozini anglamaganda qancha yil bo'ldi bilamsiz? Ha? Yani ota-onasi yenida to'q, yuragi to'q bir mushunda ota-onasi yenida yo'q turib, Sharq Turkiston ichida turib chiqqan mushundaq bir turg'un olmasdan navrisdak odam mushunda til takkizgan kim o'siz? Sharq Turkiston surgun hukumati deb ism qo'yasingizda bir surgun hukumatning beshi-beshidan bo'lib qolmaysiz. Tushundingizmi vaqt kelganda? Gap so'zga diqqat qiling. Endi bunga bunday qilsangiz, sog'liq men siz deb qo'yay. Endi ko'rasiz mening qanday qilganimni. Izzat atmaydigan, erkaklik degan rasm qolmabdi bizda.